Ko'pchilik usta akalarimiz so'ragan beton kesadigan apparatimizdan do'konimizga yetib keldi. Bugungi video obzorlarimizda shu apparatimizda qisqacha video obzori hamda narx-navolarini aytib o'tib ketamiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Do'konimizga ko'rishlaring mumkin 15 sm dan boshlab 40 sm gacha bo'lgan beton kesadigan apparatlarimizdan yetib keldi. Apparatlarimiz 15 sm gacha kesadigan varianti diskli variantlarda bo'ladi pichog'i hamda balgarka sifat reduktorlari katta variantlarda olib kelib qo'yganmiz. Balgarka sifat deganimiz bu o'rtadan kuchlanish beradi hamda o'rtadan balgarkaga o'xshab aylanib beradi. Apparatimizning motorini quvvati 3,5 kilovatli motorlar bilan jihozlangan. O'zining ichidan suv nasozlari, ключlari, filtrlari, garantiya qog'ozlari chiqadi. Apparatimizga garantiya 6 oy beriladi. Hamda 30 sm gacha kesadigan apparatimiz buni diskli variantda bo'lmaydi. Monundaqa halqali variantda bo'ladi. Pichoqlari ko'rishlaring mumkin kalsoli variantda bo'ladi. Pichoqlarini yechib olib qo'yganmiz. Klientlar keladigan bo'lsa qo'yib bemalol olib ketishlari mumkin. Apparatimizga o'zini pachimlik zapchaslari bonusga qo'shib beriladi. Apparatimizning motorining quvvati 6,5 kilovatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Tepa-past pachimliklar bilan aylantirib beraveradi. 30 sm gacha bo'lgan devorlaringda bemalol kesib foydalansalaring bo'ladi. Undan tashqari o'zini pichoqlari yedirilib tugab qoladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Pichoqlari, zapchaslari hamma yo'llari o'zimizdan topiladi. O'zining ichidan ключlari, suv nasozlari hamda o'zini suv shlankalari kelib chiqadi. Garantiyalariga bunga ham 6 oy garantiya yozib beriladi. 30 sm kesadigan apparatimizda yengilroq variantdagi ko'rinishlari tepa joylariga bemalol bir kishi olib chiqib ketib foydalansalaring bo'laveradi. Bu ham ikkitalik pachimliklar bilan jihozlangan. Ko'rishlaring mumkin. Buni ham pichoqlarini yechib qo'yganmiz. Agar keladigan akalarimiz bo'lsa, qo'yib bemalol ishlatib tekshirib beraveramiz. Reduktorlari katta, bularga qaraganda buni reduktori katta bo'ladi. Shuning uchun narxi ham ozgina qimmatroq chiqadi. Mana o'zini suv nasozlari bemalol pichoqlariga ulab qo'ysalaring, changitmasdan, pichoqni qizdirib yormasdan bemalol ishlab beraveradi. Apparatimizning o'zining ichidan ham ключlari, filtrlari hamma yo'llari chiqadi. Endi eng katta beton kesadigan apparatimiz 40 sm gacha bo'lgan betonlarimizni kesib berishga mo'ljallangan original armazli variantlarda do'konimizga yetib kelgan. Armazlarini ham ko'rishlaring mumkin. Original armazlardan qilib ishlangan. Pachimliklari ikkitalik bo'ladi, palasalari ikkitalik. Uragan brendidan 8,5 kilovat motorlar bilan jihozlangan. Reduktori eng katta variantda bo'ladi. Motorlaridan ham reduktorlari katta bo'ladi. Hamda o'zining ichidan ключlari, suv nasozlari hamma yo'llari chiqadi. Kimga shunaqa apparatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa yoki ish boshlamoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, beton kesish xizmatini boshlamoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, arzon narxlarda qilib beramiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yadigan obunachilarimizga arzon narxlarda qilib beramiz. Hamda video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. Beton teshadigan apparatlarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Assortiment ko'rinishda o'zini karonkalaridan ham alohida sotuvda mavjud. 51lik, 83lik, 112lik, 168lik karonkalardan optim narxlarda olib kelib qo'yganmiz. Boda brendidan hamda Jexo brendidan beton teshadigan apparatlarimiz suvli variantda bo'ladi. Bunisini ham ruchnoy, ham postavkaga qo'yib foydalansalaring bo'laveradi. Kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalar do'koni bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.